Hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan Amon Turdiyev Shohruh. Bugun yangi video darsligimizga xush kelibsizlar. Hozirgi paytda juda ham ko'p Amerikan youtuberlar 2026-yilda futbol hamda Roblox o'yini trend bo'lishini aytmoqda. Kelinglar do'stlar, shu joyda ChatGPT ga yuzlanamiz va 2026-yilning axborotiga ko'ra Minecraft ko'proq qiziquvchiga egami yoki Roblox, shu savolga mana tepada javob topishinglar mumkin. Hozirgi paytda ko'pchilik har xil yo'nalishlarni olib chiqyapti. Robloxni, futbolni, Asmer, Tiles Hop shu kabi yo'nalishlarni olib chiqib darslik qilishmoqda, lekin deyarli hech kim Minecraft to'g'risida axborot, informatsiya bermayapti. Sababi Minecraft haqida hech kim tajriba hamda bilimga ega emas. Shuning uchun shu videoni oxirigacha ko'rsanglar, Minecraft haqida agar bilmasanglar, bilib olasizlar. Men bu videoda Minecraftda nechta video bilan kanalni monetizatsiyaga tayyorlash mumkin, Minecraftni orqasidan qancha daromad topish mumkin, shu savollarga javob berib o'taman. Ya'ni men o'zim yangi ochgan kanalimni nechta video bilan monetizatsiyaga tayyor qilaman va unga qancha vaqt ketadi har bir video tayyorlashim uchun va sizlar video davomida qanaqa qilib Minecraftni to'liq o'rganish. O'zbekistonda raqobat yo'q bu yo'nalishda, ya'ni hamma ham bu yo'nalishda kurs qilib sotavermaydi. Sababi bu yo'nalishda deyarli mutaxassislar juda ham kam desam xato bo'lmaydi. Iloji bo'lsa videoni o'tkazmasdan ko'ringlar. Minecraft haqida fikringlar juda ham o'zgaradi va menimcha yaqin orada sizlar Minecraftdan kontent qilishni boshlasanglar ham kerak. Do'stlar, mana men kanalimga kirib oldim va eng eski videolarga kiryapman. Bu yerda 2008-yilda kanal ochilib va boshqa davlatdagi odamlar video yuklagan. Men esa buni ya'ni kanalni sotib olganman. Sababi eski yilda ochilgan kanal rekka chiqishiga birozgina yordam beradi, lekin baribir kontentni sifatiga va kontent trendiga bog'liq. Xo'p, bu videolarga do'stlar e'tibor bermaysizlar, sababi bu ancha vaqt oldin qo'yilgan video. Xo'p, endi o'zim qo'ygan videolarga kelsak, do'stlar, ko'rishlaringiz mumkin 6-yanvar kuni video yuklaganman va bu video 22 mingta ko'rilgan va undan keyin 7-yanvar kuni yuklaganman, 285 mingta ko'rilgan va do'stlar undan bir kun o'tib 8-yanvar kuni video yuklaganman, 135 mingta do'stlar ko'rilgan. Bu kanal ayrim sabablarga ko'ra monetizatsiyaga ulanmagan do'stlar. Nima uchun monetizatsiyaga ulanmaganligini video davomida aytib beraman. Xo'p do'stlar, kelinglar mana shu 22 mingta prosmotr olgan videoga kiramiz. Do'stlar, bu videoni orqasidan menga 1400 soat qo'shilgan va 49 ta podpischik kelgan. Va do'stlar, biz 280 mingta ko'rilgan videomizga kiramiz. Buning orqasidan 16 ming soat hamda 600 ta obunachi kelgan. Ikkita video do'stlar 1-2 soatdan vaqt sarflangan, 4 soat ichida uje bitta kanalda deyarli obunachisini ham, soatini ham tayyor qilish. Mana Robloxda ko'pchilik hozir kontent qilyapti. Menimcha bu darajadagi Roblox trend emas deb o'ylayman. Bu fikringlarni kommentariyada qoldiringlar. Biz bitta kanal bilan to'xtamaymiz. Biz bir nechta kanallarni ko'rsatamiz isbot sifatida. Do'stlar, bizda ikkinchi kanal, sen eski kanalni sotib olib rekka chiqargansan, o'zing ochsang rekka chiqmaydi deganlar uchun mana ko'rishinglar mumkin. Monetizatsiya bor bu kanalda va bitta videomiz 1,115,106 marta ko'rilgan va buning orqasidan 7 mingta like kelgan. Bu birinchi ochib yuklagan videom, ya'ni buni 10-yanvar kuni yuklaganman. Ya'ni boyagi kanal bilan yaqin vaqt ichida bu ochilgan kanal. Va do'stlar, men bu kanalda keyingi videolarni ko'rsatishim shart emas. Mana bu yerda 128 mingta ham ko'rilgan, bu yerda 800 ta, 2 mingta, 36 mingta, 16 mingta. Men shu videoga kiraman va buning orqasidan qancha soat, qancha narsa kelganligini ko'rsataman. Ma'lumot uchun bitta narsani aytib ketaman. Bu video juda katta prosmotrga chiqib bo'lgandan keyin monetizatsiya ulangan, negativlik shart emas, kompyuter to'larkan deb. Buni oldingi videomizda bitta inson $188 ishlabdi-ku bir oyda bu kanal degan ekan. Sababi biz shorts video qo'yamiz, bizda kanal ko'p. Hammasiga uzun video qo'yishga ulgurib bo'lmaydi do'stlar. Monetizatsiya yonguncha uzun video qo'yiladi. Undan keyin do'stlar shorts video qo'yamiz. Xo'p, do'stlar, biz videoga kiramiz. Ko'rishinglar mumkin, 1,100,000, 74 ming soat, 3400 ta obunachi, $233 pul to'lagan, 48 soatda 17 mingta hozir ham ko'rilmoqda. Xo'p do'stlar, negativlik shart emas. Minecraftda bilaman, RPM $1,5-2. Biz yana aytib o'taman, monetizatsiyaga ulaganimizdan keyin shorts videolar yuklaymiz. O'shaning uchun bu video ham monetizatsiyaga ancha rekomendatsiyaga chiqqandan keyin monetizatsiyani yoqqanmiz. Do'stlar, bitta video kanalingizlar monetizatsiyaga tayyor bo'lishi menimcha Robloxda ham buni qilish qiyin, lekin Minecraftda biz buni sodda, lo'nda qilib darslik qilib chiqaryapmiz. Darslikni qanday qilib olishni men sizlarga video davomida aytaman.
bu kanal ham omadingiz kelgan deganlar uchun biz yana davom etamiz, keyingi kanalda ko'rsatamiz. Xo'p, birodarlar, bu kanalda ham biz eski ochilgan kanalni sotib olganmiz. Ya'ni 2010-yilda video qo'yilgan ekan, biz 28-dekabr kuni kontent qilishni boshlaganmiz. Bu kanalda ham monetizatsiya mavjud. Kelinglar ko'rsatib beraman. Ya'ni bu kanalda ham bu videolar rekdan deyarli to'xtagandan keyin monetizatsiya yongan. O'shaning uchun eng eski video o'zi bilgan biladi, YouTube tushungan biladi. Ya'ni eng eski video monetizatsiyadan keyin deyarli aktiv pastlaydi. Sizlarga shunchaki men nechta videodan monetizatsiya shartlarini bajarish mumkin degan savolga javob berib o'taman. Kelinglar do'stlar, videoga kiramiz. Eng eski qo'ygan videomiz 7000 ta ko'rilibdi. Bizaga xo'p 7000 ta video uchun $1 ham to'lamagan. Aytganimdek, o'sha rekdan to'xtab bo'lgandi. Ya'ni monetizatsiya yoqilgan payt bu video shuncha pul to'lamagan. Buni orqasidan 200 soat 10 ta podpisчик kelgan. Soat uchun bizada 200 soat mavjud va keyingi videoga kiramiz. 9000 ta ko'rilgan ekan. Do'stlar, 9000 ta uchun 600 soat to'lagan. Jami hisobda bizada 800 soat bo'ldi. Keyingisi do'stlar 18000 ta ko'rilgan videoga kiramiz. Ko'ramiz bunda nechta soat kelibdi. Buni o'zidan 760 soat kelgan. 1500 soat bo'ldi va yana bitta videoga kiramiz. Do'stlar, bu videoni o'zidan 1600 soat kelgan. Deyarli shu 4 ta videoning orqasidan bizga 3000 soat mavjud va buni orqasidan 54 ta podpisчик $4 ham to'lagan. Aytganimdek, o'sha rekdan pastlagandan keyin deyarli monetizatsiyadan keyin bu video prosmotr olmaydi. Men bu videoni ko'rsatdim. Deyarli 4-5 ta video bilan soatni to'liq yig'ib olsanglar bo'ladi. Bu kanalga 4 tami 5 ta video bilan soati tayyor bo'lgan. Biz yana davom etamiz, sizlarga yana kanal ko'rsatmoqchimiz. Bu kanalga ham biz 27-yanvar kuni video qo'yib boshlaganmiz, ya'ni o'zimiz ochganmiz va boshlanish videoning 1300 ta ko'rilgan va 1600 ta, 7100 ta, 600 ta, 8000 ta, 10000 ta. Ya'ni bu kanalda biz 8-9 ta video qo'yganimizdan keyin namoyishlar qilingan. Shu borasida ham bu kanalda biroz prosmotrlar past, ya'ni birozgina katta algoritmga tavsiya qilmagan videomizda mana shu bitta, ikkita, xo'p, 3 ta, 4 ta, 5 ta, 6 ta, 7 ta videoning o'zidan bir GDT 2000 soat yig'ilgan. Aytib o'tganimdek, bu long video. Biroz teparoqqa chiqayotgan bo'lsak, bu yerda 29000 ta, 10000 ta, 10000 ta olgan va deyarli shuning o'zidan monetizatsiya shartlari bajarilgan. Ya'ni bu kanalga biz 8 ta, 9 ta video bilan monetizatsiya shartlarini do'stlar bajarganmiz. Menimcha 8 ta, 9 ta video olish uchun agar sizlar Minecraftda biz chiqargan darslikda bir ko'rib chiqib o'rgangan bo'lsanglar, bemalol bir kun vaqt ketishi mumkin 8 ta video tayyorlash uchun. Xo'p, biz 1 soatdan vaqt sarflaymiz har bir video uchun, o'rtacha 8-9 soat vaqt degani. Bu ham hech narsa emas, sizlarga yana natija ko'rsataman. Ya'ni nima demoqchiman, keyingi kanallarda ham ko'rsatmoqchiman. Ma'lumot uchun, bu kanalda nimaga monetizatsiya yo'q deganlar uchun hozir ko'rsataman. Do'stlar, bu kanalda monetizatsiya bor, kichkina monetizatsiya yoqilgan va YouTube zaddershkasi bilan soatlari hali monetizatsiya bo'limiga qo'shilmagan va mana bu yerda 3900 soat bor. YouTube'da zaddershka bor, bilasizlar, 4-5 kun. O'sha bitta yangilansa, bugun soat 1 da yangilanadi va katta monetizatsiyaga ulanadi bu kanalimiz ham. Ya'ni 4000 soat yig'ilgandan keyin bunga ham biz shorts yuklaganmiz. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Shortsda ham zaddershkasi bilan 236 ming, hozir bir 1 millionga yaqin shorts videolarimiz ko'rilgan. Biz sizlarga yana kanallarni ko'rsatmoqchimiz. Biz bu kanalni 31-yanvar kuni ochganmiz. Ya'ni yanvarda ko'p kanallarimizni ochib monetizatsiya qilib, o'shandan keyin shorts videolar qo'yganmiz. Xo'p do'stlar, buni ham natijasini ko'rsaman. Biz birinchi qo'ygan videomiz 2000 ta, keyingisi 54000 ta, keyingisi 6000 ta, keyingisi 13000 ta. Ya'ni shu 4 ta videomiz bilan deyarli soat tayyor oshib ketgan ham bu kanalda monetizatsiya to'ppa-to'liq bor va bunda ham xuddi shunaqa monetizatsiyalangandan keyin shorts videolar qo'yilgan. Xo'p, kelinglar do'stlar, maydalashib o'tiramiz. 54000 ta ko'rilgan videoni sizlarga ko'rsataman. 54000 ta ko'rilgan videomiz uchun deyarli 3000 soat, 98 ta obunachi kelgan. Oxirgi 48 soatdan video 90 ta ko'rilyapti. Bu juda kam. Xo'p, chiqamiz bu videodan. Do'stlar, mana 13000 ta ko'rilgan videoga ham kiramiz va buni orqasidan 700 soat kelgan. Aytib o'tganimdek, 4-5 ta video bilan kanal monetizatsiyaga do'stlar tayyor bo'lgan. Kommentariyada yozib ketinglar, bunaqangi yo'nalish bor, mana shunaqa 4 ta 5 ta video bilan kanal monetizatsiyaga tayyor bo'ladigan. Men o'zimda shaxsiy rekordim bor, ya'ni bitta video bilan soatni ham obunachinim yig'ganman 5-6 ta kanalda. Nima deysizlar, shu qiziqmi? Xo'p do'stlar, bu yo'nalishda qanaqa qilib o'rganasizlar va foydali taraflari qanday degan savolga javob berib o'tib ketmoqchiman. Foydali taraflari juda ham zo'r, raqobat yo'q. Ya'ni O'zbekistonda buni ko'pchilik qila olmaydi.
O'shaning uchun o'rgansanglar juda ham zo'r. Minecraft yana aytaman, bu trendga bog'lanmaydi. Bu vaqtinchalik narsa emas. Bu monetizatsiya bilan bog'liq muammolar bo'lmaydi. Davomiy daromad qilsanglar bo'ladi va trenddan tushmaydi. Buni bilgan biladi. Minecraft chet elda juda mashhur. Buni darsligini qanaqa qilib o'rganaman desanglar, sizlarga qanaqa qilib o'rganishni hozir tushuntirib o'tib ketaman. Birodarlar, meni Telegram kanalim mavjud. Ya'ni bu kanalga ruxsat so'rab qo'shiladi. Agar sizlar ariza topshirsanglar, men qo'shaman. Ya'ni qanaqa qo'shilishni hozir aytaman. Xo'p do'stlar, bu kanalni men yaqinda ochganman. Mana natijalar tashlaganman. Ya'ni ba'zi kanallarimda o'sha video qo'ymasam ham o'z uzun videolar prosmotr olgan va mana bu yerlarda hammasi dumaloq videolarda kanallarimni ko'rsatib natija ko'rsatganman. Mana ko'rishinglar mumkin. Mana bu yerda ham ma'lumotlar bor. Bu kanalda sizlar bemalol Minecraftni qanaqa qilib o'rganishni, ya'ni qanaqa qilib darslik tayyorlashni o'rganishinglar mumkin. Qo'shilish uchun do'stlar, kanalimda, ya'ni shapka qismida Telegram havola bo'ladi yoki kommentariyada, opisaniyada farqi qo'yib qo'yaman. Kanalim haqida bo'limida ham bo'ladi linki, ya'ni Telegram kanalim degan tekst bilan. O'sha qo'shilsanglar, mana shu yerda o'rgatib boraman do'stlar. Ishoninglar, bu yo'nalish aniq kafolat beraman. Mana Robloxda kim qila oladi? Kimdir Roblox qilsa, xohlasa bahs qilaman, yangi kanal ochamiz. U nechta video bilan manetga tayyor bo'ladi. Meni kanalim nechta. Ancha muncha odam Roblox orqasidan chiqa olmaydi, ya'ni monetizatsiyaga ulash, yangi kanalni bir vaqtga ochib, men lekin Minecraft uchun chiqaman. Chunki Minecraft haqiqatan trend bo'lmaydi va buni o'zim sizlarga o'rgatib boraman. Telegram kanalimga qo'shilishinglarni iltimos qilaman. Kommentariyada bo'ladi, opisaniyada bo'ladi va kanalimda nima deydi, kanal haqida degan bo'limga ham qo'yib qo'yaman. Hammalarga rahmat. Sizlarga ham mana shunaqa doimiy daromad keladigan yo'nalish qiziq bo'lsa, albatta Telegram kanaliga o'tib olinglar.